Telegramda dumaloq video birovga jo'natayotganingizda, o'zingizni emas, boshqa joyni olayotganingizda sizni yuzingiz tushib qoladi. Shu yuzingizni yo'qotishni, ya'ni qirqib olib tashlab jo'natishni e, primoy o'zida o'rganamiz. Masalan, dumaloq video yubormoqchisiz, bosdingiz, dumaloq video chiqdi, to'g'rimi? Boshqa funksiyalarni ham aytib o'tib ketaman. Bu yerda pauza qilsangiz bo'ladi, hamma biladi buni. Yana mana bu dumaloqqa bossangiz, yana zapisni davom ettiradi. Bu yerda hozir oldi kamerada bunday qilsangiz oqartiradida sizni qorong'uda yuzingizga yorug' tushirib beradi. Bunday qilsangiz bu yoqda oldi kamerani ishlatadi, xuddi shunday spichkani yoqsangiz bo'ladi. Endi buni qirqish uchun, to'g'rilash uchun pauzani bosasiz, mana bu yerda to'g'rilasa bo'ladi. Mana bunday qilib qirqib olasiz. Masalan, boshida meni o'zimni oldi, to'g'rimi? Menga oldi kamerasi kerak. Shuning uchun mana bunday qilib jo'natib yuboramiz. O'zida sirazi jo'nab ketadi. Jo'natdi. Boshidagi meni o'zimni nimam yo'q. Qirqib olgan joyimdan qo'yib beryapti.